Ovozim eshitilyapti? Ha, ustoz eshitilyapti. Ekran ham ko'ryapti? Aha, Sizlar ekran, ovoz, sizlardan iltimos shu narsalarni aytib turinglar, chunki menda bilinmaydi. Xo'p. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan geometriya IDC kitobini geometriya qismini 6-mavzusi, ya'ni sinuslar va kosinuslar teoremasi mavzusini ko'rib chiqamiz. Tak, bu narsa nima degansi? Misol uchun, birinchi sinuslar teoremasini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, uchburchak berilgan bo'lsin. Misol uchun, uchburchak chizib olamiz. Misol uchun, tomonlarini A deyman, B deyman, uchinchi tomonni C deyman. Burchaklarni ham misol uchun alfa, beta va gamma deylik. Sinuslar teoremasi nima degani desa, sinuslar teoremasi. Misol uchun A taqsim A'ni burchagiga qaraysizlar. Burchak nimaga teng? A burchagiga qaraysizlar. A taqsim sinus alfa bo'lar ekan, teng bo'lar ekan. B ga qaraysizlar mana. B ni qarama-qarshisida nima turibdi? Sinus beta deyapsizlar va teng deymiz. Keyingisi uchinchisi. Gammani qarama-qarshisida C yotibdi mana. C taqsim sinus gamma bo'ladi. Ustoz ovoz eshitilmay qoldi. Endi yaxshimi? Ha, endi ishlayapti. Qayerdan bu yog'i eshitilmadi? Baba. Qaranglar, ekran ko'rinyapti va ovoz eshitilyapti. Muammo yo'qmi? Eshitilyaptimi ovozim? Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti ustoz. Ekran ko'rinmayapti, adashmasam. Ha, shunaqa. Endichi. Ne bo'ldi? Qaranglar. Sinusli teoremasini qachon foydalanamiz? Sinusli teoremasi, misol uchun 3 ta tomoni bo'ladigan bo'lsa, yoki qaysi 2 ta tomoni yoki qaysi tomonlari bo'ladigan bo'lsa, burchaklari bo'ladigan bo'lsa, tomonni yoki bo'lsa qaysidir burchagini topish uchun foydalanar ekanmiz. Tushuntira oldimmi? Bu sinuslar teoremasi deyiladi. Xo'p, keyingisi, misol uchun uchburchak berilgan bo'lsin. Uchburchak berilgan bo'lsin. Va bunda 3 ta tomoni va bitta burchak berilgan bo'lsa, misol uchun A, B, C va misol uchun alfa burchak berilgan bo'lsin. Bunda kosinuslar teoremasidan foydalanib tomonni topsam bo'ladi. Misol uchun C tomonni A deb turaylik. B buni C deymiz. A tomonni topsam bo'lar ekan, bu kosinuslar teoremasi deyiladi. Kosinuslar teoremasi. Misol uchun A kvadrat teng bo'lar ekan B kvadrat plus C kvadrat minus 2 BC kosinus alfaga teng bo'lar ekan. A ni qarama-qarshisidagi
burchagiga qaraymiz. A'ni topish uchun shu qoidadan nima qilar ekanmiz? Foydalanar ekanmiz va buni nomini bizda kosinuslar teoremasi deyilar ekan. Tushunarliga, ya'ni sinuslar teoremasi va kosinuslar teoremasi bo'yicha muammo yo'q. Savol yo'qmi? Misolga o'tsak bo'ladimi? Ovozim eshitilmay qolibdimi deymi? Ovozim Assalomu ovozim alaykum eshitilmay ustoz. qolibdimi? Vaalaykum assalom. Yo, Ovozim to'liq eshitilmay eshitildi. qolibdi. Ekran ko'ryapti-da? Ha, ko'ryapti. Ovoz eshitilmay qolsa, ekran ko'rinmay qolsa, biroz aytinglar. alaykum. Vaalaykum assalom. Xo'p, sinuslar teoremasi va kosinuslar teoremasi bo'yicha muammo yo'q-a? Yoki bo'lmasa bitta takrorlab o'raymi? Bitta Ya'ni kosinuslarni qaytaraverasiz siz. Xo'p, kosinuslarni qaranglar. Misol uchun mana alfa burchagim bor. Ikkita shu alfa burchagining ikkita yon tomoni bor. Men alfani qarama-qarshidagi tomonni qanday topa olaman desa, a kvadrat teng bo'lar ekan b kvadrat plus c kvadrat minus 2bc kosinus alfaga teng bo'lar ekan. Shu narsani nomini bizda kosinuslar teoremasi deyilar ekan. Yoki bo'lmasa men bu yerdagi deylik bitta burchagim bor. Men b ni qanday topa olaman desa, b kvadrat teng bo'lar ekan a kvadrat plus c kvadrat minus 2ac kosinus bittaga teng bo'lar ekan. Yoki bo'lmasa men gamma ma'lum bo'ladigan bo'lsa, men c tomonni topa olishim kerak. C kvadrat teng bo'lar ekan a kvadrat plus b kvadrat minus 2ab kosinus gammaga teng bo'lar ekan. Tushunarliga, mana shu holatda topa olamiz. Ustoz, ovoz bo'yicha muammo bor. Ovozingiz kelmay qoldi ustoz. Ekran ko'ryaptimi? Ha, ko'ryapti. Qaranglar, bu yerda AC bilan AB perpendikulyar ekan. Va bizdan bu burchagimiz 45, bu tomoni ham necha bo'ladi? 45 bo'ladi, to'g'rimi? Teng yonli 45 va 90 bo'lganligi uchun teng yonli bo'ladi va bu tomoni ham nechaga teng bo'ladi bizda? 4 ga teng bo'ladi. X ni topa oladigan bo'lsak, oddiy Pifagor teoremasidan x ni topsam bo'ladi, ya'ni 4 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati teng bo'ladi x ning kvadratiga. Hisoblaydigan bo'lsam, x kvadrat teng bo'ladi 32 ga. X ham teng bo'lar ekan 4 ildiz ostida 2 ga. Tushunarlimi? Ovozim eshitilyapti, bittalar eshitilyapti deb turinglar. Ha, ustoz eshitilyapti. Ha, eshityapti ustoz. Keyingisi, uchinchisi, AC bilan AB ikkalasi perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, bizdan nimani topgin deyapti? AC ni topgin deyapti ekan. Buni qanday topa olamiz? 12 taqsim 90, x taqsim 45 qilamiz-da sinus. Keyin qaranglar, yana bitta narsani o'rganib olaylik. Mana shu yerda o'shandan foydalanamiz. Misol uchun 90 gradusli burchagimiz bo'lsin. Ham burchagimiz alfa bo'lsin. Bu tomon A bo'lsin, bu yog'i B bo'lsin, bu yog'i C bo'lsin. Shu yerda men sinus alfani qanday topsam bo'ladi? Sinus alfa nimaga teng? Qarshi katetda yopishgan Qarshi katetni gipotenuziga nisbat, to'g'rimi? b taqsim c. B taqsim c. Endi kosinus alfa nimaga teng bo'ladi desam, yopishgan katetni, ya'ni yopishgan katetimiz nima bizda? Mana alfaga yopishgan katet deganda A bilan B. Mana shuni ham yozib bering, misol uchun. A bilan B bizda katet. C nima? Gipotenuza. To'g'rimi?
S gipotenuza. Gipotenuza. To'g'rimi? S gipotenuza. Shuncha. Tak. B taqsim S yoki bo'lmasa qarshisidagi katet bilan nimaga nisbat dedim? Gipotenuza. Gipotenuzaga nisbat. Tak, keyingisi kosinus alfa nimaga aytiladi? Kosinus alfa. Yopishganni nimaga nisbati deyiladi? Yopishgan qaysi bizda? A taqsim S bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati. Gipotenuzaga nisbati. Tak, tangens alfa. Tangens alfa nimaga teng bo'ladi? Qarshisidagina yopishganga nisbati bo'ladimi? Qarshisidagini yopishganga nisbati. Qarshisidagi B bizda yopishgani A. Tushunaman. Qarshidagi katetni tak yopishgan katetga nisbat. Xo'p, katangiz bo'lsa A taqsim B, ya'ni teskarisi bo'ladi. Yopishgan katetni nimaga nisbati? Qarshidagi katetga nisbati bo'ladi. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Yo'q, tushundik. Tak, keyingisi misolga o'tib ketamiz. Xuddi shu narsani mana misolda foydalansam nima bo'ladi? Sinus 45 gradus teng bo'lyapti x taqsim nechi? 12 bo'ladi. Shu yerda x ni topadigan bo'lsam, x teng bo'ladi. Sinus 45 tiliz ostida 2 taqsim 2 midi? Ko'paytir 12. Mana ikkalasiga baxttilimiz. Bunga bitta, bunga 6 ta. X teng bo'lib qoladi nechiga? 6 tiliz ostida 2 ga. Tushunarli-a? Savol yo'qmi? Yo'q, ustoz, tushundik. Okey. Tak, keyingisi 6-misolga ahamiyat beramiz. 6-misolda ham xuddi shundan foydalansak bo'ladi, ya'ni sinus 30. Qiymatini ham yozib beray. Kelinglar, qiynalmanglar. Qiymatini ham. Misol sinus bilan kosinus so'zi yetadi. Sinus alfa namta kosinus alfa yozamiz. Tak, birinchisi mana. Chizib olamizda. Yordamda chizib olamiz. Tak, mana turadigan chizing. Misol uchun sinus 0 gradusda nechaga teng bo'ladi?
0 gradusni ko'ramiz, 30 gradusni. Hmm, qirq besh gradusni ko'ramiz, 60 gradusni, 90 gradusni ko'ramiz. Yetadi bizga. Mana shuni o'zim bilsa yetadi. Tak, qaranglar. Sinus 0 dan nechiga teng? 0 ga teng, to'g'rimi? Sinus 30 da 1 taqsim 2 ga teng. Sinus 45 da ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Sinus 60 da nechiga teng? Ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. To'g'rimi? Sinus 90 da 1 ga teng, to'g'rimi? Endi kosinusniki 0 da 1 ga teng. Tak, 30 gradusda nechiga teng? Ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Tak, 45 da ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. 60 da 1 taqsim 2 ga teng. Tak, 90 da 0 ga teng. Tushunarli-a? Tushunarli ustoz. Mana shu qiymatlarni bilib olsak, yodlab olsak, masalamiz hal. Birinchisi mana 6-misolda mana qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham mana sinus 30 gradus teng bo'ladi. Ya'ni sinus alfa deb nimaga aytiladi? Qarshisidagini gipotenuzaga nisbat edi, to'g'rimi? Ya'ni 6 taqsim x ga teng bo'ladi. Sinus 30 dan nechiga teng edi? 6 taqsim x teng bo'ladi 1 taqsim 2. X teng bo'lib qolar ekan nechiga? 12 ga. Tushunarli? Yoki bo'lmasa yana bitta qoida bor. 30 gradus qarshisidagi tomon nimaga teng edi? Gipotenuzani yarmiga teng. Bu yarmi bo'ladigan bo'lsa, bu 12 bo'ladi. Tushundinglarmi? Bu narsani ham yozib beraman. Bo'pti. To'g'ri burchakli uchburchakda to'g'ri burchakli uchburchakda 30 gradus qarshisidagi tomon 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuza 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzaning yarmiga teng. Tushundinglar? To'g'ri burchakli uchburchakda 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng ekan. Mana shu qoidani ham bilishimiz kerak. Tak, keyingisi. Misol uchun mana bu 30 gradus bo'lganligi uchun 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng. Gipotenuza x bo'lganligi uchun bu yoq x taqsim 2 bo'ladi. Pifagordan foydalanib ham topsak bo'lar ekan. Tak, misol uchun 9-misol. Bu yoq 60 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq nechiga teng bo'ladi? 30 ga teng bo'ladi. Uchburchakning burchaklari 90 gradusligidan 180ligidan foydalanib. Endi 30 gradus qarshisidagi tomon, ya'ni 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng. Bu yarmi 12 bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza nechiga teng bo'ladi? 24 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Gipotenuza yarmiga teng bo'ladigan bo'lsa, x ni topib olish uchun nima qilaman? 12 ning kvadrati plus x ning kvadrati teng bo'lyapti 24 ning kvadratiga. Xo'p, x kvadrat teng bo'lyapti 24 ning kvadrati minus 12 ning kvadrati. X kvadrat teng bo'lyapti. Bir marta yig'indi, bir marta ayirib tashlaydigan bo'lsam 12, yig'indisini hisoblaydigan bo'lsam 36 bo'ladi. X'im teng bo'lar ekan 36 dan 6 chiqadi, ildiz qo'yaveradigan bo'lsam 6 ga 2 ni ko'paytiramiz, 12 ildiz ostida 3 qolib ketadi. Tushunarli-a? Ya'ni x'imiz teng ekan 12 ildiz ostida 3 ga. Keyingisi
Keyingi misolimizga ahamiyat beramiz. Keyingi misolimizda ham misol uchun mana bu nechiga teng ekan? 45 ga teng ekan, to'g'rimi? 45 ga teng bo'lsa, mana bu ham nechiga teng bo'ladi? 45 ga teng bo'lyapti. Tak, 45 mana 90ligidan foydalanib, mana bu ham 45 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni ham 3 ga teng bo'ladi. 45 bo'lsa, bu tomoni ham 45ligidan foydalanib, bu tomoni ham 3 ga teng bo'ladi. Bizdan AB ni topgin deyapti. 3 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam, 3 + 3 teng bo'lyapti nechiga? 6 ga. Demak, 12-misolimizning javobi 12 chiqadi. 6 chiqadi uzr. Tushundinglar? Ovozim eshitilyaptimi? Savol yo'qmi bu misollar bo'yicha? Yo'q, ustoz, tushundik hammasi joyiga. Keyingisi mana 15-misol. Tak, 15-misolda aytilyaptiki, bizdan x ni topishimiz kerak ekan. X ni qanday topamiz desa? X ni qanday topamiz desa? Misol uchun, mana burchamiz 30, mana burchamiz necha bo'lyapti? 60 bo'ladi, to'g'rimi? 30 yozib qo'y. 60 bo'ladi. Tak, endi 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzdan yarmiga teng bo'lsa, gipotenuza nechiga teng bo'ladi? 12, 24 bo'ladi, uzr. 24 bo'ladi, to'g'rimi? Endi shundan foydalanamiz. X kvadrat plus 12 ning kvadrati teng bo'lyapti 24 ning kvadrati. X kvadrat teng bo'lyapti 24 kvadrati minus 12 ning kvadrati. X kvadrat teng bo'lyapti. Bir marta yig'indi, bir marta yarim bo'ladigan bo'lsa, 12 ko'paytirib 36. X kvadrat teng bo'ladi 12 ildiz 3 ga. Tushundik-a? Muammo yo'qmi bu misol bo'yicha? Yo'q, ustoz, tushundik. Okey. Xo'sh, keyingisi 18 ni ko'ramiz. Tashlab ketamiz misollar. 18 ni. Xo'sh. 18 ni qanday ishlasak bo'ladi? AC bilan CB bizni perpendikulyar, ya'ni 90 gradusda bo'lyapti. CD bilan AB bu tomoni ham nima ekan bizda? Tak, burchamiz 15 ga teng ekan. 15 ga teng ekan. Tak, bu tomoni. Xullas, qaranglar. Mana bu yerdan o'zimiz to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Va to'g'ri chizig'imizni burchagini ham 30 gradus qilamiz. Bo'ladimi shuni qilsam? 30 gradus qilaman. 30 gradus qilsam, bu tomon necha bo'ladi? 150 mi? Ha? 150 bo'lsa, mana bu tomon 15 bo'lib qoladimi? Ha? 15 ga teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi qaraylik. 30 bo'lsa, mana bu necha bo'ladi? 60 bo'lib qoladimi? Bizda qoida bor edi. 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzdan yarmiga teng. Gipotenuzamiz bizda 2 ga teng bo'lsa, bu tomon nechiga teng bo'lib qoladi? 4 ga. Bu bilan bu teng bo'lsa, bu ham nechiga teng bo'lib qoladi? 4 ga teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Tushunarli-a? Tushunarli. Xo'p, endi mana bu 30 gradus bo'lsa, 30 gradus bo'lsa, mana bu necha bo'lib qoladi? 60, 15. Tak, mana bu ham 15 bo'ladi. Общий mana burchamiz 75 bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'z mana butimiz ham 75 midi? 75 bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni ham 4 ga teng bo'lib qoladimi? Mana bu kichik bo'lgan masofamiz 4 ga teng bo'lib qoladi. Demak, mana mediani vazifasini bajaryapti-da. Tushunarli-a? Bizda AB ni topgin degan. AB masofamiz teng bo'lib qolar ekan. Bizda 4 + 4, ya'ni 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Tushunarli-a? Savol yo'qmi bu misol bo'yicha? Yo'q, ustoz. Xo'sh, keyingisi 21-misol.
21 misolimizda endi sinuslar teoremasidan foydalanamiz. Ikkita tomon bor va ikkita burchak bor. Bitta tomon, ikkita burchak bor ekan. Keyingi ikkinchi tomonni topsak bo'ladi. Qanday topsak bo'ladi desa, misol uchun x ni qaram-qarshisi nima turibdi? 45 mi? X taqsim sinus nima deyman? 45 gradus deyman. Barobar 4/2. 4/2 ni qaram-qarshisida qaysi burchak turibdi? 30 gradus, to'g'rimi? Sinus 30 deyman. Sinus 30 gradus. Endi sinus 45 da 2 taqsim 2 ga teng. Barobar 4/2 taqsim sinus 30 da 1 taqsim 2, to'g'rimi? 1 taqsim 2 larga baxtilo'g'ri. 2/2 ni ko'paytiramiz, bu yoq 1 ga ko'paytiramiz, x teng bo'lib qoladi 8 ga. Tushunarli? Bu bo'yicha muammo yo'q-a? Yo'q, tushundik. Keyingisi 24. 24 ham xuddi shunaqa, ya'ni sinuslar teoremasidan foydalanamiz. X ni qaram-qarshisida nima turibdi? 45 gradus, to'g'rimi? X taqsim sinus 45 teng bo'lyapti 6/3 taqsim sinus sinus 60. X taqsim sinus 45/2 taqsim 2 ga teng barobar 6 taqsim 3 taqsim sinus 60/3 taqsim 2 midi? Ikkaliga vaqtlaymiz. Ikkaliga vaqtlaymiz. Buni bu yoqqa, buni xullas mana ikkalasi ketadi, to'g'rimi? Shunda 6/2 bo'lib qolyapti. X teng bo'lib qoladi 6/2. Tushundinglar? Assos tushundik. Keyingisi 24 bo'lsa, 3 ni qo'shsam 27 bo'lib qoladi. 27-misolni ko'ramiz. 27-misolimizda nima bilan qanday ishlasam bo'ladi? Qaranglar. Bu tomon 45, bu tomon necha? 15, to'g'rimi? Ikkalasini qo'shsam 60 bo'ladi. Bu tomon demak necha ekan? 120 ekan. To'g'rimi? Endi hisoblaymiz. X taqsim sinus 120 sinus 120 teng deymiz 8/2 taqsim sinus 45. Sinus 120 ga nima to'g'ri keladi? Qaysi burchak to'g'ri keladi? Qaranglar, mana shuni ham bitta yozib beraman. Sinus misol uchun u savolda, ya'ni 1 taqsim 2, 2 taqsim 2 va hokazo. U savolda o'sgandan keyin nima qiladi endi? Kamayishni boshlaydi. Tushundinglarmi? Ya'ni eng katta qiymati 1 ga teng sinusni, eng kichik qiymati minus 1 ga teng. 90 dan keyin necha keladi? 120 keladi, to'g'rimi? 120 gradusda teng bo'lar ekan, endi kamayadigan bo'lsa 3 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Keyingisida sinus 150 da sinus 150 145 bo'ladi. 135 bo'ladi. 135 da 2 taqsim 150 da 1 taqsim 2 180 da nechaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Tushundinglar? Xullas 3 taqsim nechaga teng ekan? Bu yana o'sa boshlaydi.
boshlaydigan bo'lsa 1 taqsim 2 bo'ladi. Tushundinglar? Nechadan 20. 7 ga olmadik. Sinus 120 dan nechaga teng ekan? Qiymati shunda. Og'zim eshitilyaptimi? Sinus 3 taqsim 2. Ilzosi 3 taqsim 2. Teng bo'lyapti 8 ilzosida 2 taqsim 45 ilzosida 2 taqsim 2, to'g'rimi? Bu yerda mana ikkilarga vaqt tilaymiz. Bu tomonda ham ikkilarga vaqt tilaymiz. X ni topadigan bo'lsam 8 ilzosida 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Tushunarli gap? Ya'ni 27-misolimizning javobi 8 ilzosida 3 chiqadi. Savol yo'qmi bu misol bo'yicha? Keyingisi mana 30. 30-misolga ahamiyat beramiz. 30-misolimizda bizdan nimani topgin deyapti? X ni topgin deyapti. Bu yoq 15 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 30 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yoq nechiga teng bo'ladi? 135. Sinus 135 degani sinus 45 ni qiymatini topgin degani. Tushundinglarmi? 90 ni aytlash orasida. Tushundinglar? Shunda 45 bo'ladigan bo'lsa 7 ilzosida 2 taqsim sinus 45 teng bo'ladi x taqsim sinus 30 barobar 7 taqsim ilzosida 7 ilzosida 2 taqsim ilzosida 2 taqsim 2 teng bo'lyapti x taqsim 1 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Sinus 30 bu ikkalasiga vaqt tilaymiz. Ikkalasiga ham vaqt tilaymiz. X teng bo'lib qoladi nechiga? X teng bo'lib qoladi 7 ga. Tushundinglar? Demak, x ni qiymati nechiga teng ekan? 7 ga teng ekan bu misolimizda. Savol yo'q-a? Keyingisi 30 ni ishlagan bo'lsak, 33 ni ko'ramiz. 33 da nima deyapti? 33 da A-si 6 ga teng ekan va bizda xullas ikkita tomoni bor, orasidagi burchagi bor. Bizdan AB ni ya'ni x ni topgin deyapti ekan. Buni qanday topsak bo'ladi? Kosinusli teoremasida endi foydalanamiz. Kosinusli teoremasida ya'ni x kvadrat teng bo'lyapti x kvadrat 6 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati minus 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 6 kosinus necha bo'lyapti? 120. Tushunarlimi? Tushundinglar? Tushunarli ustoz. Xo'p, endi x kvadrat teng bo'ladi. 36 ga 9 ni qo'shsam necha bo'lyapti? Hmm? 45. Xo'p, 36 ga 9 ni qo'shsam 45 bo'lyapti, to'g'rimi? Shunaqa-ya? Aha. Keyingisi minus 2 ga 3 ni ko'paytiramiz 6 6 kar 6 36, to'g'rimi? Endi kosinus 45 dan nechaga teng?
ildizosi taqsim 2 taqsim 2. Kosinus 120 da. Bir 180dan 60 ni olib tashlaymiz. Minus 60 ga teng bo'ladi. 60 gradusni nechaga teng? Kosinus 1 taqsim 2 mi? Taqsim 2. Aha. Kosinus x o'qini tushunamizda. Kosinus minusga teng bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Tak shunda plus 36 plus 36 1 taqsim 2 bo'lib ketadi. Hisoblasam bu ikkalasi 18. 18 ni qo'shadigan bo'lsam x kvadrat teng bo'ladi. 18 ni qo'shsam necha bo'ladi? 60 mi? To'g'ri. Mana shunaqa. X ni topadigan bo'lsam 3 ildiz ostida 7 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bo'ldi, mana shu holatda olar ekanmiz. Qiymasa ishlasak bo'ladi. Bo'lmasa, misol uchun kosinuslar qiymatini bilmaysizlar, boshqa qilasizlarmi? Qiymati bo'ladi o'zi yoningizga, DTMga kirganingizda ham, millisertifikat imtihoniga kirganingizda ham formullarni biladi. Agar esingizdan chiqib qolsa, nimadir sababli bo'ladigan bo'lsa, bir qator qarab olsanglar, qiymatlari hali ko'proq misol ishlaganingizda yod bo'lib ketadi. Uni baribir formula kitobchada bemalol beradi. Oldingizga qo'yib qo'ygan bo'ladi. O'shanga bemalol qarab topolsanglar bo'ladi. Formula ishlatishni bilsanglar bo'ldi. Keyingisi 36. 36 da nima qilsak bo'ladi? Bu yerda ham kosinuslar teoremasdan foydalanamiz. Ya'ni x kvadrat teng bo'ladi. 4 ildiz ostida 2 ning kvadrati nimaga teng? 16 32 bo'ladimi? 6 ning kvadrati 36. Minus 2 ikkalasini ko'paytmasa 24 ildiz ostida 2. Tak, kosinus 45 dan nechaga teng? Ildiz ostida 2 taqsim 2 mi? Mana ikkilarga vaqt tilaymiz. 2 2 ni ko'paytiradigan bo'lsam, ildiz ostida 2 ga ildiz ostida 2 ni ko'paytiradigan bo'lsam 2. 2 ga 24 ko'paytiradigan bo'lsam 48. Demak, x kvadrat teng bo'lar ekan. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 68 minus 48 bo'ladi, to'g'rimi? Ayirib tashlaydigan bo'lsak, x kvadrat teng bo'lib qoladi 20 ga. Shunda x imiz teng bo'lib qoladi 2 ildiz ostida 5 ga. Tushunarli? Ya'ni bu misolimizni yechimi, ya'ni 36-misolimizning yechimi 2 ildiz ostida 5 ga teng bo'ladi. Keyingisi 39. 39-misolga ahamiyat beramiz. 39 da AB teng ekan 6 ga, AC 6 ildiz ostida 3 ga teng bo'lsa, x ni topgin deyapti. Ovoz yaxshimi hammada? So'z yaxshi ovoz. X ni topadigan bo'lsam, mana x kvadrat teng bo'lyapti 6 ning kvadrati 36, 6 ildiz ostida 3 ning kvadrati 36 ni 3 ko'paytiramiz. Necha bo'ladi? 98. 98 mi? 108. 108 mi? Ivot minus 2 ko'paytirib, ikkalasini ko'paytmasi 36 ildiz ostida 3, to'g'rimi? Kosinus 30. Kosinus 30 necha teng edi? Kosinus 30 da ildiz ostida 3 taqsim 3 midi? Ildiz ostida 3 taqsim 2 midi? Ha? Ham ikkilarga vaqt tilaymiz. Tak, hisoblaydigan bo'lsam x kvadrat teng bo'ladi 36 ga 108 ni qo'shadigan bo'lsam 140 to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi?
144 minus 36 ko'paytirib 3. Xo'p, bu ham x kvadrat teng bo'ldi 144 minus 108. Ayirib tashlaydigan bo'lsam 36 bo'ldi, x kvadrat teng bo'ldi 36, x teng bo'ldi nechaga? 6 ga teng bo'lar ekan. Tushunarliga, ya'ni 39-misolimiz nechimi? 6 degan javob kelib chiqadi. 39-misolimiz. Keyingisi 42. 42-misolga ahamiyat beramiz. 42-misolimizda nima qolsak bo'ladi? A, B, BC ikkalasi perpendikulyar ekan. DE bilan AC ham perpendikulyar. BAC 60 gradus ekan. Yana ma'lumot bor ekan bizda. DE 5 ga teng ekan, AB x plus AB ni topgin deyapti ekan. Qanday topsak bo'ladi buni? 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana necha bo'ladi? 30 bo'ladimi? 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng. Demak, bu 2x ekan, to'g'rimi? Xo'p, ham tamda o'tkazib oladigan bo'lsam, nima bo'ladi? Qaraylik, ish qilamiz. Sochim tamda o'tkazib oldi deylik. 60 bo'lsa, 60 bo'lsa, bu 30 bo'lsa, bu 120 bo'lsa. Bu x, bu ham x bo'lsa. Tak, mana ham x bo'lib qoladi. Ay yo'q, boshqa usuldan foydalanamiz. 30 ekan bu. 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzdan yarmiga teng. Gipotenuz ham 10 ga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Hamda o'tkazib olsam, bunaqasi bo'ladimi? Shunaqa o'tkazib olsam, bu 60 bo'lsa, yo'q, shu 120 bo'lsa, bu 90. Tikka tushgan bo'lsa, ikki. Tak, 5 bo'lsa, общий 12. Avval topsam bo'lar ekan. Qaraylik, bu to'l bosh, mana ham kerak emas ekan. Qaraylik, men 10 ligini bilib oldim, mana 2 ga teng, to'g'rimi? Общий 12 ga tengmi? Mana 2x, to'g'rimi? Bo'lma, shundan foydalanamiz. 12 ning kvadrati plus x ning kvadrati teng bo'ladi 4x ning kvadratiga, to'g'rimi? Bu tomonga o'tadigan bo'lsam 3x kvadrat teng bo'lyapti 144. 144 3 ga bo'ladigan bo'lsam 20 emas, 40 x kvadrat teng bo'lyapti 48. X teng bo'lib qolyapti 16 bo'lsa 4 ilizosiz 3 bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Tushunarli-a? 42-misolimizning javobi 4 ilizosiz 3 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi 45. Ovozim eshitilyaptimi o'zi? Ovozim eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti ustoz. Xo'p, 45-misolda aytilyaptiki, bizda AB bilan quyidagi OSB 30 gradus, AC 12 ga teng ekan. AC mana общий 12 ga.
Plus 30 gradus qarshidagi tomon gipotenuzaga yarmiga teng bo'lsa, bu tomon 6 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Xo'sh, endi yana qaysi qoidadan foydalansak bo'ladi? SD SD ildiz ostida 2 ga teng ekan. Tak, AD ni topgin deyapti ekan, ya'ni x ni. Buni qanday topsak bo'ladi? Mana shu turgan joyda ham kosinuslar teoremasidan foydalansak bo'ladi. Chunki orasidagi burchak bor-ku bizda. X kvadrat teng deb yozsam bo'ladi nimaga? X kvadrat teng desam bo'ladi. 3 plus 144 3 plus 144 minus ikkalasini ko'paytmasi 12 ildiz ostida 3, to'g'rimi? Kosinus 30 ildiz ostida 3 taqsim 2 mida? Yot, mana bu x ham bor, ikkalasini ko'paytmasi ikkilangani. Kosinus 30 dan nechiga teng edi? Ildiz ostida 3 taqsim 2 edi. Ikkalariga baxtilaymiz, ildiz ostida 3 bo'lsa, 3 chiqadi, 36 bo'ladi, to'g'rimi? X kvadrat teng bo'ladi 147 minus 36, to'g'rimi? X kvadrat teng bo'lar ekan 36 ni yaptashlaydigan bo'lsak, 111 bo'ladimi? X teng bo'lar ekan ildiz ostida 111. Birlashtirsa mana shu javob chiqadi. Mana shu javob ekan, ildiz ostida 111. 45. Keyingisi 47-misolga 47 emas, 48 ni ko'ramiz. Xo'p, 48 AB bilan BC perpendikulyar ekan. Bu yoq 15 ga teng ekan. 15 ga teng bo'lsa, ham 45 bo'ladimi? 45 bo'lsa, ham 45 ga teng. 30 gradus qarshidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng. Demak, mana bu x bo'lsa, mana bu 2x. Tak, bu tomon x bo'lsa, mana bu ham x ga teng. To'g'rimi? Bizdan CD taqsim AB ni topgin deyapti. CD qani? CD taqsim AB. Tak, CD ni qanday topsam bo'ladi? 45 bo'lsa, 135 bo'ladi. Soch mana A deb turaylik. So'ng общий x deb turaylik. Ham o'zi x ku, bu tomonni A deb turaylik. A desam x kvadrat plus a kvadrat teng bo'ladi 4x kvadrat. Tomonga olsam a kvadrat teng bo'ldi 3x kvadrat. A teng bo'ldi ildiz ostida 3 x ga. Demak, общий tomon ildiz ostida 3x bo'lsa, x ni tashlaydigan bo'lsam, ildiz ostida 3 x minus x ga teng bo'ladi. Tushunarli-a? Endi shuni nimaga bo'layapmiz? CD ni AB ga bo'layapmiz. Ya'ni ildiz ostida 3 minus x taqsim x bo'lyapti, to'g'rimi? Ham x ham bor. X ga bo'ladigan bo'lsa, bitta x ga bo'ladigan bo'lsa, ildiz ostida 3 minus 1 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli-a? Ya'ni 48 ni javobi shunga teng bo'lar ekan. Ildiz ostida 3 minus 1 bo'ladi. Keyingisi. Savol yo'qmi bu misol bo'yicha? 51-misolga o'tamizda 3 ni qo'shsak 51 bo'ladi. 51-misolda nima qilsak bo'ladi? Xo'p, qaranglar.
Misol uchun, bu tomonimiz nechaga teng bizda? Bu burchimiz 90 gradus, to'g'rimi? Mana bu общий 8 ga teng ekan. Ya'ni 30 gradus mana gipotenuza bo'lganligi uchun 8, gipotenuza 8 ga teng. Mana bu nima bo'lyapti? 2 barobar ko'p bo'lyapti. Demak, mana bu nechi bo'lishi kerak? 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuza yarmiga teng bo'ladi. Demak, gradus o'lchovi topadigan bo'lsam, bu tomon nechi bo'ladi? 30 gradusga teng bo'ladi. 30 gradus bo'lsa, mana bu nechi bo'ladi? 60 bo'lib qoladi, to'g'rimi? 60 bo'lsa, mana bu nima bo'lib qoladi? 30 bo'lib qoladi. Bo'ldi. Demak, bizda alfamiz teng ekan nechiga? 30 gradusga. Savol yo'qmi? Savolingiz bo'lsa, aytsanglar, qaytadan tushuntirib beraman. Xo'p, keyingisi 3 ni qo'shsam 51 ga 54 bo'ladi, to'g'rimi? 54-misolga ahamiyat beramiz. 54 da nima qolsak bo'ladi? BE bilan DC balandlik ekan, AC 3 ga teng bo'lsa, AC 3 ga teng ekan. Va AE 4 ga teng. DC 5 ga teng ekan. Xo'p, qarang, bu yerda ham xuddi shu qoida. Ya'ni общий 8 ga teng, to'g'rimi? 8 и вот mana bu yarmiga teng bo'lib qoldi. Yarmiga teng bo'lsa, mana bu 30 gradus bo'ladi. 30 mana bu 60 gradus bo'ladi. 60 gradusligidan foydalanib 60 gradusligidan foydalanib, bu yog'i necha desam bo'ladi? 30. 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuza yarmiga teng. Bu yoq gipotenuza bo'lgani uchun общий 6 ga teng, x teng bo'ladi nechiga? 2 ga. 2 ga teng ekan x'imiz. Tushunarli-a? Ya'ni 54 javobi nechaga teng bo'lar ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi nechini qo'shamiz? 3ni qo'shsam 7 bo'ladi. Qaranglar, bu yerda ham nima qolsak bo'ladi? AB bilan BC ikkalasi perpendikulyar ekan, 90 gradusda tushgan ekan. DAB 120 ekan. AD 6. Xullas, qaranglar, mana bitta to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Biz to'g'ri chiziq o'tkazamiz, qani nima sodir bo'ladi? Bu 90 gradus, to'g'rimi? 90 gradus. Tak, bu yoq x, to'g'rimi? Xo'p, men Pifagordan topib foydalanadigan bo'lsam, gipotenuza 144 plus 16 ni 3 ko'paysam 48 bo'lyaptimi? Bu 48 bo'ladi. 48 ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, 192 mi? 192. Tak, 192 dan nechi chiqadi? 192 ni bo'lsam bo'ladi. 64 ga bo'lsam 3 bo'lar ekan. Bular 8 ilizosiz 3 chiqar ekan. Tak, mana buni yarmiga teng bo'lib qolyaptimi? Buni yarm. Bu yarmiga teng bo'lib qolyaptimi? Yarmiga teng bo'lsa, mana burchimiz nechiga teng ekan? 30 gradusga teng ekan. 30 gradus. Demak, mana nechi bo'ladi? 60 gradus bo'ladi. Bu tomoni nechi bo'ladi? 30 ni aytishadigan bo'lsam, 90 bo'lib qolyapti mana. Bu tomon 90 bo'lib qoldi. Bizda nimani topgandik? DS. DS ni top. 90 gradusligidan foydalanib bu gipotenuza bo'lib qoldi x'imiz. Shuni 6 ning kvadrati 36 mana. Hatto yozilgan ekan. 36 plus 192 teng bo'lyapti x kvadrat. X kvadrat teng bo'lib qolyapti 228 ga. X'imiz teng bo'lib qoladi nimaga? 228 ni nechiga bo'lsam bo'ladi? 12 bo'lsa 3 ga bo'lsam 228 ni 3 ga bo'lsam 7
3, 21, 18, 6. 6 mana shunday holatda qolarmikan? Buni ko'raylikchi. 57. Ha, 228 ekan. Mana shu holatda qoladi. Tushundinglar? Ya'ni x ni topgin deyapti. X'imiz 228 ga teng ekan. Xo'p, keyingisi 57 bo'lsa, keyingisi 60 bo'ladi, to'g'rimi? Mayli. 59-misolimizda ham ko'rib qo'yaylik, ya'ni bu tipdagi misollarni qanday ishlaymiz. Tak bizdan berilyaptiki, bu anu tepadagi bilan bir xil ekan, menimcha. 60 lab qilamiz mayli. 60 ta qaranglar. Mana buni dalcha davom ettiramiz. Buni ham dalcha davom ettiramiz. Bo'ladimi shuni qilsak? Mana ozgina tamom. Xullas. 150 bo'lsa ham 30 bo'lib qoladimi? 90 gradus, to'g'rimi? 30, 90 ham 60 bo'ladimi? 60 ligidan foydalanib, mana bu ham necha bo'lib qoladi? 60 bo'lib qoladi. Ya'ni teng tomonli uchburchak bo'lib qoldi, to'g'rimi? Teng tomonliligidan foydalanib, men nimani topsam bo'ladi? Hammasi tengligidan foydalanib, bitta tomonni topsam, ya'ni hammasi kelib chiqaveradi, to'g'rimi? 60 gradus bo'lsa, 60 bu 12 ga teng, 18 ga teng. To'g'rimi? Bu tomoni shunda x minus 18 bo'ladi. Bu tomoni nechaga teng bo'lib qoladi? X minus 18 bo'ladigan bo'lsa, x minus 12 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga tengmi? Gipotenuzi mana bu. Shuni yarmiga teng. To'g'rimi? Demak, buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 2 ko'paytirib x minus 18 teng bo'libdi x minus 12 ga. Hisoblaydigan bo'lsam 2x minus 36 teng bo'libdi x minus 12 ga. Hisoblaydigan bo'lsam x teng bo'lib qolibdi 24 ga mana. Tushunarliga? Mana shu holatni ishlab chiqamiz. Hozir eshitilyapti? Muammo yo'q-a? Uzilib qolmadimi? Bu misol bo'yicha hozir eshitilyaptimi? Ustoz yaxshi. Tushunyapsizlar? Tushunmagan joylar bo'lsa, eshitinglar, qaytadan tushuntirib beraman. Xo'p, 63-misolda aytilyaptiki, a e 2 ga teng ekan, a d 3 ga teng ekan. d c 3 ga teng, d e 4 ga teng ekan. Bizdan b c ni topgin deyapti. Ya'ni x ni. Qaranglar. Bu tomon общий nechaga teng? 9 ga teng, to'g'rimi? Bu tomon общий 6 ga teng. Xo'sh. Endi nima qilsak bo'ladi? Tomonlar bor bizda. Burchak yo'q ekan faqat. Qaysi qoidadan foydalansak bo'ladi? Kosinuslardan foydalansak bo'ladimi?
Xuddi ikki tishi bo'lar ekanda. Xullas qaraylik. Nima qilamiz bu yerda desa? Mana buni misol uchun alfa deylik. Alfa deb turamiz. Shunda qarshidagi 16 ham kattaga. 16 teng bo'lyapti. 4 plus 9. 4 plus 9. Ikkalasini ko'paytmasini ikkilangan. Ko'paytiradigan bo'lsam 6 6 ni 2 ko'paytiradigan bo'lsam 12 kosinus alfa. To'g'rimi? Kosinus alfani topa oladigan bo'lsam 13. 13 dan tashlaydigan bo'lsam xullas kosinus alfa teng bo'lib qolyapti. 13 3 taqsim 12 minus 1 taqsim 4 ga teng bo'lib qoladi. To'g'rimi? Kosinus alfamiz. Endi shu qoida bo'yicha kattasiga qo'llaymiz. Kattasiga qo'llaydigan bo'lsam, mana x kvadrat teng bo'lib qolyapti. 9 ning kvadrati 81, 3 uchini qo'shsam 6 ning kvadrati 36 minus 2 ko'paytiruv 9 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv minus 1 taqsim 4. Tushunarli-ku? Bu ikkalasini qisqartiradigan bo'lsam, hisoblaydigan bo'lsam, x kvadrat teng bo'lib qoladi 81 plus 36 plus 27. Hisoblaydigan bo'lsam 108 144 bo'lib qoladimi? X kvadrat teng bo'lib qoladi 144. X'imiz teng bo'lib qoladi 12 ga. Tushunarli? Ya'ni bu misolimizni javobi 12 ga teng bo'lar ekan. Necha bo'ldi? 60 mi? 12 ga teng bo'ladi. Keyingisi 66. 66-chi misolimizda nima qilsak bo'ladi? Xo'sh, men burchak alfa deydigan bo'lsam, bu burchak ham alfaga teng bo'ladi, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shu usuldan foydalansak bo'ladi. 19 barobar teng bo'ladi. Ya'ni kosinuslar teoremasdan foydalanadigan bo'lsam, 9 plus 25 minus ikkalasini ko'paytirib 2 ko'paytiradigan bo'lsam, 30 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 30 ko'paytirib kosinus alfa. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam va ikkalasini qo'shsam 34. 34 tashlaydigan bo'lsam minus 5 bo'lib qoldimi? Kosinus alfa teng bo'lib qoladi 1 taqsim 6 ga. 1 taqsim 6 bo'ladigan bo'lsa, mana x kvadrat teng bo'lib qoldi. 4 plus 49 minus ikkalasini ko'paytirib 2 ko'paytiradigan bo'lsam 28. Tak, ko'paytirib 1 taqsim 6 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Savol yo'q-a bu bo'yicha? Ham ikkalasini 2 ga bo'lsam bunda 2 ko'payt 2 bo'ladigan bo'lsam 3 2 bo'lsam 14. X kvadrat teng bo'lib qolyapti. 53 ni 3 ga ko'paytiramiz. 9 159 159 dan 14 tashlaydigan bo'lsam 145 mi? Shunda 145 taqsim 3 bo'lib qoldimi? Chiyosi 66 mi? Xato ketdimi? 9 ning kvadrati 9 kelasi. Shu kvadrat 9. Xato ketib qoldim.
Xato yozib qo'ydim. 2 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 3 kosinus alfa. Kosinus alfa teng bo'ladi. 9 dan 10 bo'ladi. Mana 15 bo'lar ekan-ku. Minus 15 bo'lib 1 taqsim 2 bo'lib qolar ekan-u. 1 taqsim 2 mana bu ham 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 14 bo'ladi. 14 rayab tashlaydigan bo'lsam 53 dan 14 rayab tashlaydigan bo'lsam nechaga teng bo'ladi? 39 mi? X teng bo'lib qolar ekan 50 ostida 39. Savol yo'q bu bo'yicha. Yani mana shu holatda chiqadi x'imizning qiymati. Keyingisi 69. 69 da ovozim eshitilyapti, uzilib qolmayaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi hammaga? Eshitilyapti. 69 misolimizda AB teng ekan 9 ga, BD teng ekan 4 ga. Va bizdan topgin deyapti nimani? X ni. X ni qanday topa olamiz desa, birinchi men kattaga foydalanib alfani topa olaman. Men burchakni alfa deb turaman-da. yoki men burchakni alfa desam ham bo'ladi, farqi yo'q. Birinchi kattaga nisbatan yozib olib alfani topamiz. Kattada shunda 36 barobar nimaga teng bo'lib qoladi? O'sha tomon 6 ga teng. 6 ning kvadrati oltining kvadrati plus 9 ning kvadrati minus 2 9 ko'paytiruv 6 kosinus alfa, to'g'rimi? Bu ikkalasiga baxt tilaymiz, to'g'rimi? Endi kosinus alfani topadigan bo'lsam, kosinus alfa teng bo'ladi 81 taqsim 9 taqsim 2 ko'paytiruv 6. To'g'rimi? 6 ga kellasam qisqartirib olsam bu 2 ga bo'ladi, 3 ga bo'lsam bu 3 bo'ladi. 3 taqsim 4 ga teng bo'lib qolar ekan shunda kosinus alfamiz. Endi kosinus alfa 3 ga tengligidan foydalanib men foydalansam bo'ladi. Mana x kvadrat teng desam bo'ladi. 9imiz kvadrat 81 plus 16 tak minus 2 ko'paytiruv 9 ko'paytiruv 4 kosinus alfamiz 3 taqsim 4 ga teng. 4ligiga baxt tilaymiz. 27 54 bo'ladi. X kvadrat teng bo'ladi 81 plus 16 minus 54. Hisoblaydigan bo'lsam x kvadrat teng bo'ladi 81 dan 54 tashlaylik 7 tak 3 2 bo'ladi. 27 27 16 ni qo'shadigan bo'lsam 3 4 43 mi? 43 ga teng. Tak x'imiz teng bo'ladi 50 ostida 43 ga. Demak 69 ni javobi nechaga teng bo'lar ekan? 50 ostida 43 ga teng bo'lar ekan. Bu misolimiz nechami? Keyingisi 72 ga ahamiyat beraylik. 72-misolimizda
x qaysi oraliqqa tegishli? BAC teng ekan, ya'ni BAC burchagimiz alfamiz teng ekan 90 dan kichkina. 90 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, nima narsa sodir bo'ladi deyapti. Va buni qanday topsak bo'ladi? Birinchi mana x kvadrat deyman, teng deyman. 25 plus 144 minus 10 ko'paytirib 12 kosinus alfa. To'g'rimi? Hisoblaydigan bo'lsam x kvadrat teng bo'ladi 25 ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 169 minus 120 kosinus alfa bo'lib qoldi. To'g'rimi? X'imiz 90 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 90 ga teng bo'ladigan bo'lsa, nechaga teng edi? Ha? X 90 dan nechaga teng edi? Kosinus 90 da kosinus 90 0 ga teng edi, to'g'rimi? Birinchisi mana qiymatini qo'ysam 0 bo'lishi mumkin. Keyingisi misol uchun kosinus 90 dan oldin necha edi? 60 midi? Kosinus 60 da qiymati nechaga teng? 1 taqsim 2, to'g'rimi? 1 taqsim 2 bo'lishi mumkin. Keyingisi ildiz ostida 2 taqsim 3 bo'lishi mumkin. Keyingisi va hokazo. Sonimiz nima qiladi? Oshib boradi, to'g'rimi? Demak, eng kichigi qaysi oraliqqa tegishli desa, 0 qo'ysam 169 bo'ladi. 169 dan 13 chiqadi. Demak, eng kichkina qiymati nechaga teng ekan? 13 ga teng ekan. Eng katta qiymati 1 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Birga teng bo'ladi. 1 da ya'ni 0 gradus bo'laolmaydi. 13 dan katta deyapman. Xo'p, 1 da nimaga teng bo'ladi? 1 qo'yadigan bo'lsam 169 dan ayirib tashlayman 120 ni. 49 bo'ladi va eng katta qiymati 7 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli-a? Ya'ni bu misolimizning yechimi 72 ni yechimi 7 dan 13 gacha. Teskasini yozibman. X tegishli 7 dan 13 gacha. Tushunarli-a? Bu savollar bo'yicha muammo yo'qmi? Xo'p, 76-misolimizda AB 7 ga AC 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa va BAC alfa burchagimiz, ya'ni 90 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, BC x bo'ladigan bo'lsa, x ning eng katta butun qiymatini topgin deyapti. Demak, bu 90 dan kichkina ekan alfamizning qiymati agar 90 ga teng bo'lganda maksimum qiymatga erishgan bo'lar edi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, kosinuslar teoremasidan 90 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, kosinusimiz 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa,
butun qiymatini, eng katta butun qiymatini topgin deyapti. Xo'p. 90 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 7 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati teng bo'lib qoladi. X ning kvadrati, ya'ni shu holatga teng bo'lib qolar ekan. Demak, x imiz shundan nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. Hisoblaydigan bo'lsam bu 49 x kvadrat tengmas. Kichik bo'lib qoladi 49 plus 64 ga. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, bu ikkalasi teng bo'lib qoladi. 100 bo'ladi, 110 3 ga. 11 bo'ladigan bo'lsa 121 bo'ladi, x teng bo'lar ekan 10 ga. Tushunarliga 76-javob. 76-misolni 10 chiqadi javob. 113 dan kichkina bo'lishi kerak-da. Shunda faqatgina 10 bo'ladi. Xo'p, butun qiymatini topgin degani uchun 11 katta bo'lib ketar ekan. Xo'p, keyingisi 3 ni qo'shadigan bo'lsak 79 ni ko'raylik. 79 da ham AB AC teng ekan 12 ga. CD 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A da X bo'lsa, X qaysi oraliqqa tegishli deyapti. Yani bu yerda oralig'ini topishimiz kerak. Bu yerda nima qilamiz desa, tak qanday ishlasak bo'ladi? Ham 120 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak 12 dan ham kattadir bu. 17 dan kichik. Ayirib tashlsam 7 dan katta bo'ladi. 7 dan katta, 17 dan kichik bo'ladi. Xo'sh, endi bu 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, cheksiz buni yaqinlashtiradigan bo'lsak ham yasalish qoidasi bo'yicha 5 plus x. O'n ikkiga 5 ni qo'shadigan bo'lsam, mana 120 dan baland, 90 dan katta. 90 dan katta. Xo'p, qaraylik, bu 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak 12 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati dan katta bo'ladi x kvadrat. Shunda x katta bo'lar ekan 13 dan. 13 dan katta son bo'lishi kerak. Shunda umumlashgan javobi x tegishli. Tak 13 dan 17 gacha degan yechim. 17 dan katta bo'la olmaydi. Tushuntira oldimmi? Keyingisi 82 ga ahamiyat beramiz. 82 da uchburchakning burchaklari 1, 2, 3 nisbatda bo'lib, so'rachiman. Uchburchakning burchaklari 2x, 2x bu 3x nisbatda bo'lib, eng kichik tomoni 15 ga teng.
qilaylik. X deymiz. Eng kichik tomoni 15 ga teng ekan. Cho'rchakning eng katta tomoni uzunligini toping. Xo'p, 3x plus 2x plus x teng 180 bo'lsa, x teng bo'lib qoladi nechiga? 6 ga bo'lsam 30 bo'lib qoladi. Shunda mana burchagimiz 30, 60 и вот 90 bo'lib qoladi. 30 gradus qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng. Demak, gipotenuzamiz 30 ga teng bo'ladi va eng katta tomon uzunligini topgin deyapti. Eng katta tomoni 30 ga teng bo'ladi. Savol yo'q 82 da. 30 ga teng bo'ladi. Keyingisi 85. ABC uchburchakda AB 6 ga teng ekan. Misol uchun A, B, C bo'lsin. AB 6 ga teng. AC 4 ildiz ostida 3 ga teng ekan. BAC 30 gradusga teng ekan. BC tomonini topgin deyapti. Bo'lma x kosinus teoremasidan foydalansa x kvadrat teng bo'ladi 36 plus hisoblaydigan bo'lsam 16, 16 ga 3 qo'shib 8 minus 2 ko'paytirib 6 ko'paytirib 4 ildiz ostida 3 kosinus 30 da kosinus 30 dan nechiga teng edi? 0 bo'lsa ildiz ostida 0 kosinus 0 da 1 ga tengmidi? 1 ga teng kosinus 30 da ildiz ostida 3 taqsim 2 ildiz ostida 3 taqsim 2 ga ham kelasi baxtilaymiz 2 bu tomon 3 bo'ladi. Xullas x kvadrat teng bo'ladi 36 plus 48. Xullas qo'shadigan bo'lsam 84 ga teng bo'ladi minus 12 24 ko'paytirib 3 bo'lib qoladi. 24 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam x kvadrat teng bo'lib qoladi. 60 72 12 ekanda x teng bo'lar ekan 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lib qoladi. Tushunarli. BC uzunligi bizda teng bo'lyapti nechaga? 2 ildiz ostida 3 ga. Keyingisi 3 ni qo'shadigan bo'lsak 88 bo'lib qoladi. 88-misolimizda uchburchakning tomonlari 9, 15, 18 ga teng bo'lsa, uchburchak eng katta burchagini kosinusini topgin deyapti. Oson ekan, ya'ni. Uchburchak bor ekan bizda va tomonlari 9, 15 va 18 ga teng. Uchburchak eng katta burchagining demak eng katta tomonni bilaman, alfa. 18 ning kvadrati barobar 9 ning kvadrati plus 15 ning kvadrati minus 2 ko'paytirib 9 ko'paytirib 15 kosinus alfa bo'lib qoladi. Hisoblaydigan bo'lsak 18 ning kvadrati 324 225 plus 81 hisoblaydigan bo'lsak 6 0 306 324 ayirib tashlaymiz 306 ayirib tashlaydigan bo'lsam 18
18 bu ikkalasi ketadigan bo'lsa, qisqarib yarib tashlaydigan bo'lsa, bu tomonga ketadigan bo'lsa, kosinus alfa teng bo'ladi minus 1 taqsim 15 ga teng bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni 88-misolimizning javobi minus 1 taqsim 15 chiqar ekan. Keyingisi 91. Agar uchburchakning ABC tomonlari uchun a kvadrat b kvadrat xolos bc va quyidagi uchburchak tomoni qarshisidagi burchagini toping. Tak, qaranglar. Uchburchak bor ekan. Ya'ni A, B, C. Misolchi mana A ning qarama-qarshisida alfa deydigan bo'lsam, BC bo'lishi kerak, to'g'rimi? Minus 2 BC kosinus alfa bo'lishi kerak edi va teng bo'lgan BCga. BClarga baxt tilaymiz. Kosinus alfa teng bo'ladi minus 1 taqsim 2. Qachon minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi deydigan bo'lsak, bizda mana kosinus o'qini tushunadigan bo'lsam, kosinus alfa bo'ladigan bo'lsa, tak kosinus 90 da 0 ga teng bo'ladi. Kosinus tak. Xullas. Kosinus alfa deyman. Kosinus 0 da 1 ga teng, 30 da ilzosida 3 taqsim 2 ga teng. 45 da ilzosida 2 taqsim 2 ga teng. Tak 60 da 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, 90 da 0 ga teng bo'ladi. Endi 90 60 da 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 120 da kosinus 120 da kattadan kichiklanishdi. Endi bundan 1 taqsim 2 ekan. 120 da. Demak, mana burchagimiz 120 bo'ladi. Keyingisi B ni qarama-qarshisidagi minus ilzosida 2 AC teng bo'lsin minus 2 AC kosinus alfa. AClarga vaqt tilaymiz. Kosinus alfa teng ilzosida 2 taqsim 2 ga. 45 ga tengda. B ni qarama-qarshisidagi 45 ga teng ekan. Tak, bu yoq 45 bo'ladigan bo'lsa, 65 bo'ladi. 65 ga 15 qoladi. 15 ga teng bo'ladi bu tomon. 45 bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni 15 ga teng bo'lar ekan. Tak, keyingisi 91 bo'ladigan bo'lsa, keyingisi 94 bo'ladi. 94 da ABC uchburchakda ABC 120 ga teng ekan. Tak. Quyidagi uchburchak berilgan bo'lsin.
Misol uchun mana bu 120 ga teng. Tak, bu A, bu S. 120 teng. Uchburchak tashqarisida A, B, M, N, A, B, A, B, tak, M, N. Tak, B, C, D, E. B, C, D, E. Tak, quyidagicha bo'ladigan bo'lsa, agar A, B to'rtga teng bo'ladigan bo'lsa, bu tomon to'rtga teng ekan. Bu tomon ham to'rt, bu tomon ham to'rt, bu tomon ham to'rt bo'ladi. Tak, SB. SB to'rtga teng bo'ladimi? To'rt, to'rt. To'rt debman, uzr. 5 ga teng bo'ladi. Bu tomoni ham 5 ga. 5, и вот bu tomoni ham 5 ga teng bo'lsa, MA ni topgin deyapti ekan. Bo'ldi, demak, mana 90 gradusga teng bo'lsa, bu tomoni ham 90 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, 120 bo'lishi uchun bu tomon 60 ga teng bo'ladi. Buni o'tkazib oladigan bo'lsam, 65 bo'ladi. MA ni topib oladigan bo'lsam, misol uchun x deb turadigan bo'lsak, x kvadrat teng bo'lar ekan 4 kvadrati 16 plus 5 niki 25 minus 2 4 ko'paytiruv 5 kosinus 60 bo'lib qoladi. Kosinus 60 ni 1 taqsim 2 ga tengmidi? 1 taqsim 2 deymiz. Bu ikkalasi vaqtimiz 20 bo'ladi. X teng bo'ladi. X kvadrat teng bo'ladi. 31 dan 20 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 11 ga teng bo'lar ekan, to'g'ri? 11 ga teng bo'lar ekan. X'imiz teng bo'ladi. Ilzosida 11 ga. Tushunarlimi? Ya'ni 90 21 bo'ladi-ku. 21 bo'ladi. Tushunarlimi? Ilzosida 21 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, bo'lmasa darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. YouTube'da ko'rayotganlar like bosishingizdan chiqmasin.